Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi YouTube tarmog'i orqali obunachilarimiz. Barchalar sog'misizlar, salomatmisizlar. Namangan viloyati No'g'lin tumanida go'zal holatda tunkafonlarimizni qilib berdik. Oq rangiga mokri rangni aralashtirganmiz hamda do'ppichalarga esa tillo ranglardan foydalanganmiz. Qadrdonlar, 34 million so'm evaziga xuddi shu xonadonga barcha rasvotlar ichida tunkafonlarimizni qilib berdik. 04 qalinlikda bo'lgan. Xo'p, bu tomonlariga ham tarnolari bilan, turbalari bilan ichida go'zal holatda qilib yakunlab tugatib berdik do'stlar. Agar vodiydan bo'lsangiz bemalol murojaat qiling. Ishimiz yoqsa kommentariyada o'zingizni fikringizni qoldirishingiz mumkin. Sizga ham xuddi shunaqa tunkafonlar nasib qilsin. Arzon narxlarda sifatli tunkafonlarni xudo xolasa qilib beramiz. Bemalol murojaat qilinglar. Xo'p, mana ko'cha tomonlarini ham tarnolari bilan o'rnatib chiroyli holatda qilib berganmiz. Ekranda chiqib turgan nomerlarda Telegram, WhatsApp barchasi bor. Musofirdan kuzatuvchi qadrdonlarga ham xudo xolasa Maxlar ham ishlab turibdi. Bemalol murojaat qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.